Salom bolalar, hammaga salom. Bugun sizlarga yangi Minecraftni obzor qilamiz va qanday yuklash ham o'rgataman. Uni birinchi kirganimizda mana shunday ikkita dunyo paydo bo'ladi va o'zining modlari ham bor, o'zida shader ham bor. Birinchi oila o'zining modlarini hammasini qo'shamiz. Hammasini qo'shib yurtga bosamiz. Kiradi. Mana kiryapti. Yana versiyaning bir minus tarafi bor. Unda yangi qo'shilgan nayza yo'q. Artifakt ham shunda o'ynagan. Eng so'nggi videosini ko'rib oling. Hozir mana kiryapti. Bu qaysi telefon bo'lsa ham tushadi, kompyuterga ham tushadi. Boy telefon, boy kompyuterga tushadi. Ichiga kirsin mana. O'zining modlari, o'zida shader ham bo'ladi. Yurt yaratganingizda o'zida shader bo'ladi. Böyle mana shunaqa modlar. Mana shader. O'zingiz baho berasiz. Mana shu modlarning ichida mana shu ham bor ekan menda. Endi mana Robot. Mayli. Mana shu kerak bo'lsa shu ustiga bosaman. Ichida ham nimalar borligini birinchi kelgan modlarning ichida mana shunaqa narsalar qo'shilgan. Mana modsiz, mana shu mod emas, mod emas. Mana yana qo'shilgan hamma kimga kerak Happy Gas ham qo'shilgan, Baby Gas. Yangi qurollar, bular mod. Va mana Happy Gasning narsasi va yumurtalar ham shunaqa ko'radi. Tuxumlar shunaqa. Bular ham mod. Endi unaqa ham qo'shilgan nima edi? Esimdan chiqdi. Baby Gas ko'rsataman. Baby Gas. Biletim hadi. Şunu anlayacağım. So'ng yana nima qo'shildi? Yana mana shu qalqonga ham unaqa bersangiz bo'ladi. Rasm qo'ysangiz bo'ladi. Uni ko'rsatib o'taman. Shu kerak qalqon simbol. So'ng bulardan bittasini olamiz. So'ng bayda. Bolalar topolmadim. Shuning buni ko'rsatib o'tolmayman. Endi qayerdan yuklashni ko'rsatib ketaman. Village shader zo'r ekan, men ham o'ynadim. Endi yuklash uchun Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirib, shu yerga Coppercraft deb yozaman. Wi-Fi ga ulash esimdan chiqibdi. Mana Wi-Fi ga ham uladim. Coppercraft deb yozamiz. Mana shu ilovani yuklaymiz. Yana bir narsa esimdan chiqibdi. Obzor qilish yurtimga kirsin. Yangi serverga ham kiradi. Orqadan o'ynashingiz mumkin.
yanlış kirip gitti. Buna serverinin özünün narsaları var. Yine bunun bitti yaman tarafı var. Unaqa yok. Microsoft account bolmaydı. Şunun için. Yine bunun bitti yaman tarafı var. Dostlar bilen oynap bolmaydı. Agar şu videoga 100 ta like yig'ilsa, unaqa shu nayzali Minecraft'niyam obzor qilaman. U ham bor menda, lekin obzor qilmayman. Hamma kutgan o'sha mana Copper ham qo'shilgani uchun bizlarga versak must va qovoq qo'shsak bo'ladi. Versakka kirib shunday mana shunday blok yasak. Shunaqa qilib blok qo'yib kelasidan qo'ysak qo'yla. Copper ichiga narsa solamiz, masalan taxta sandiqqa qo'ysak sunduqni qo'ysak mana sunduqni ichiga qo'yadi. Tamam. Qo'yla. Ko'ryapsizlar.